Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli tong, xayrli kun. Germaniya velosiped do'konimiz tarafidan mana faoliyatimizni davom ettiryapmiz. Adresimiz o'sha Marg'ilon shahar O'qchi ko'cha, mana tarafda O'qchi svetoforli. Bu yoq taraf akvaparkdan kelish. Super aksiyalarimiz davom etyapti. 23-dekabr kuni 10 ta velosiped qo'ydik aksiya qilib. Undan oldin ham ko'p qo'yib turdik. Oxirgi 10 talik qo'yganimiz mana 5 tasini olib chiqib ketishdi. Dastavka qilib ham chiqardik, kelib minib ko'rib ham olishdi. Faqat ko'plar savol qilyaptiki, telefon qilib Xitoymi bu deydi. Yo, Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan. Xitoy zapchastlar aralashmaydi mana. Hamma yo'g'i o'ziniki. Mana kamera pakrushkalarigacha o'ziniki bo'ladi. Farasi dismi, ramasi, pedali, apparati hamma yo'g'i o'ziniki. 5 dona qoldi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Dastavka xizmatini bersalaring chiqarib yuboramiz. 800 ming so'mdan o'zini puli tushib qolsa bo'ldi bizga. 95lik 091 61 60 telefon raqamimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ulgib qolganlarga mana 5 dona qoldi. Mana bitta olgani video uzoq ketyapti. Mana shvabling pakrushka hamma yo'g'i ideal. Xitoyda velosipedini ham bu pulga bermaydi. Razmeri 28. Mana klassik oyoqlarimiz 3 talik skors. Bu ham 3 talik skors. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Duo qilib tursalaring, bundan arzon qilib, bundan sifatli narsalarni, zo'r narsalarni xalqimizga inshaalloh yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.